Man, ya'ni Gromxon juda katta comeback bilan men PUBG'ga qaytdim. Sizdan bitta iltimosim, videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha tomosha qiling. Bu pitpildig'imiz 8G'dagi uchayotganini ko'rib, meni sakrab aldab otib tashlamoqchi bo'ldi. Agar kimdir men bilan birga bir lobby o'ynamoqchi bo'lsa, Instagram nikimni shu yoqda qoldiraman. Men bemalol hech kimga aytlarini tashlab qo'yishlari mumkin. Mana bu shortlikka qo'lim qaltirab oldi. Va men shuni bildimki, FPS'da ancha farq bor ekan. Chunki men oldinlari 45 FPS'da o'ynardim. Hozir esa 120 ga o'tdi. Bilmayman negadir mana bu yoqda pitpildig'imiz zonasidan chiqisi kelmay qoldi. Mani YouTube kanalimga va Instagram kanalimga obuna bo'lishlaringni kutib qolaman. Hammanglarga xayr. Yangi videolarni kutinglar.